Klasnikida ba'zi bir pulli xizmatlarni besplatniy qilish yo'llarini ko'rsataman hozir. Masalan, +5 qo'yish, uni ham sotib olish kerak. Или profil zakrit qilish mumkin. Buni hech qanday uzlom-puzlomsiz hakerchilik qilmay zakonning putyom olsa bo'ladi. Buning uchun Yeshoga giramiz. Достижениyaga kirib ko'ramiz. Bir avtomatik o'zi ochko nakopitsa bo'lib turadi, yig'ilib qoladi. 25 ming ochko yig'ilgan ekan. Mana bu narsalar uchun. Keyin gördük значит. Yeshoga giramizda auksiyon o'tamiz. Auksiyonga giramiz. Auksiyon obnoyit qilib beramizdan göremiz. Atsinka +5 2 güne 10 ochkodan qo'yibdi. Stavka qo'yib beramiz. Stavkani ko'tarib boraveramiz. Hozir 7 minut ichida, masalan 7 minut ichida hozir boshqa birisi ko'tarib beradi. Ish qilib 00 minut qolgan vaqti kim yutib chiqsa shu oladi. 2 gün besplatniy +5 qo'yish mumkin. Podarka bor ekan. Buni biz stavka qo'yib bersa bo'ladi. Obnoyit qilib ko'rib turamiz. Boshqa biri chiqmasa eng baland bahodan olib qolamiz. Endi buni kutib turamiz 6 minut. Pauzada qo'yib turing. Tez-tez obnoyit qilib turish kerak. Biri mendan ham ko'proq yana 10 qo'shsa 30 bo'ladi. Men 40 ni qo'yishim kerak. Biri 50 ni qo'ysa men 60 ni qo'yaman. Shunday ko'paytirib shu masalan 25 ming nima bo'lsa, ochko bo'lsa, shuni sotib olish mumkin. Sotib olib auksionda yutib olaman. 1 minut vaqt qoldi. Faqa 20 dan ko'p qo'yib turgan odam yo'q. Endi o'yin boshlanadi. 71 ni qo'yib berdi. Ben 81 ni qo'yishim kerak. 81 emas, 72 ni qo'yaman. Bir bo'lsam baland bo'lsa bo'ldi. 131 qo'ygan ekan. O meni sindirdi bersa. Hozir 40 emas, 31 qo'yamiz. Emas 41 qo'yamiz. 61 qo'yamiz. 1 minutdan az qoldi. Kim yetib chiqsa 90. 111 qo'yib boraveramiz. Necha hozir kimiga kelishsa shu bitdi. Ana yutib chiqdik уже. 2 güne +5 o'tdik. Bunu yutib chiqdik. Bu 2,5 mingga ko'tarilib ketibdi уже. Mana shunday etib besplatniy nevdimki olish mumkin. Masalan 2 soatdan keyin boshlaydi ekan. Bu уже завершенный была.
Kadarken 7000'e çıkıp gitkenler. 200 bin alganlar. Ben 151 bilen götüp çıktım. Aşınlat besplatni alsa boladı. Keyin yana bir nimani ochkoni ko'paytirish yo'li moderator одноклассников degani bor. Shunga giramiz. Masalan, normal rasmlar bo'lsa ruxsat beramiz. Yomon rasm bo'lsa aytamiz. Ya bu narsalar bo'lmaydi. Bu tushunmadim ya. Shunday aytib qo'shib boraveradi ikki nadan. Qaramini qo'yib ko'pchilik blokirovka qilgan narsani biza blokirovka qilmasak, qarshi ko'pchilikka to'g'ri gaming ketsa, ozgina qaytadi. Ishqilib 25100 deb. Ana shunday deb yana bir auksion o'tib o'ynayversa bo'ladi.